menimcha oqshomi bilan yomg'ir yog'ib maza qilib uxladim deyarli. Yoki uxlolmadimmi? Yana har doimgidek uxlab qoldim. Aytgancha, men bugun firmamga qarashim kerak edi. Yodimdan ko'tarilib ketibdi. Nerdan gap eshitmasam bo'ldi. Kachga ekmayman. Yerni sabzi kachga ekmaslik kerak. O'zi ham uyqu bosdim, hech kim ko'rmayapti. Men bitta suvga betdim, oyog'imni yuvib olaydi. Yaxtay, nima balo bu? Yaxshi, ana endi boshlaymiz ishni. Lekin ham o'sib qopti. Nerdan gap eshitmaymiz degan umiddaman. Mayli, hammasini olaveraylik, bir gap bo'lib qolar. Endi bu yerga kachgan ekanmiz. Kachgan ko'paytirish kerak, kachga qolmagan. Shuncha harakatga yarasha obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas, keyingi videoda qanaqadir Yura davriga borib kelamiz. O'zi Yura davrida video qo'ydim. Like bos hammang. Like bosmaganda uyda sichqon bosib ketsa. Uyqularni ham olib bo'ldim. Yaxshi, uyqum ham ochildi. Aytgancha, mer ketishiga naq bir kun qoldi. Ertaga mer ketadi-ku, merni oldiga boray. Nima kechamdan o'zgarish yo'q edi. O'zgarishlar katta. Mer. Alo, mer deyapman. Mer dedim lekin. Qotdi uxlayaptim deymanda merni uyg'otaylik, mer yo'q ekan. Nima aylanmasa chiqib keta qolaylik. Yaxshi ham menga kecha oyligimni berdi. Endi uyga borib uxlash kerak. Kech tushyapti o'zi. Ertaga merdan nimani so'rayman? Rostdan ham. Uyga kirib uxlaymiz. Maza qilib uxlaymiz. Endi bu yerga narsalarni solib qo'yaylik. Mazza uxlash, mazza. Tishda megajinni ko'rish, mazza deb uxlayveramiz. Haylaton! Mayli uxlaymiz endi. Yana ertalab har doimgidek. Bu safar bu dinlimi? Ertaga tursam bo'lar ekan-ku. To'xta, kech tushyapti ekan. Erta turibman buni. Endi uyga borish kerak. Aytgancha, menga merlikni berish kerak-ku vaqtinchalik. Merdan so'rab ko'raylik chiqani. Mer. Kar. Rahmat ber. Ketadigan bo'ldingizmi? Qoladigan bo'ldingizmi? Kecha kelgan edim, kecha yo'q edingiz. Kecha qayerga ketdingiz? Kecha. Men yangi sim kartani almashtirib ketdim. Yangi sim kartani almashtirib kelgandan ko'ra sim kartani sindirib, yoqqa borib qo'limdan tushib ketdi deb borsangiz. Kecha beleta olib keldim, shunga kechroq keldim kecha. Ertaga ketaman endi, bellikni senga topshiraman, qishloqni yaxshi qara. Yo'q, ketadigan bo'ldingizmi? Ertaga ketasizmi? Bugun ketishingiz kerak edi-ku. Sizga aytaman, safa bilan uxlab qolmang. Ertalab boshingiz og'riydi. Men boshingiz og'riganini sezib turibman. Qarang, boshingiz kattarib ketibdi. Aytgancha, siz zavodskiy boshingiz katta. Menga gap qaytarma. Detski mer, uzoqdan qarasam rasmday ko'rinyapsiz, yaqindan qarasam lattaday ko'rinyapsiz. Aytgancha, bu gapni sizga emas, sizni dushmanlaringizga aytganman. Bemalol shuni aytsangiz bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'ling, shu gapni o'zingizga qaytarib aytishmasin. Qanday dushmanim kim? Dushmaningiz emas, albatta. Men sizga aytgancha, siz bonshib qoldingiz, sizga xat olib keldim. Sizga
Kecha oylik berganimmi? Ha, mana olaverasiz yerga tushib ketib qoldim mayli. Nima ham derdik? Menga kerak emas. Hazil men bilasiz o'zi men Mayli, bo'pti. zo'r bolaman. Nima ham derdik? Bugun kechga o'tirish qilaman, kelasana. O, yaxshi bo'lardi. Aytgancha men YouTube kanal ochdim. Ismi nima? Direm Qurbonov, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'laman. Albatta obunachilaring ko'paysin. Ha, hozir yangi videoni olaman. Nima deydi? Nima ham qishloqni mencha ozgincha ko'rsataman. Mayli. Qarang, o'g'lingiz keldi. Yo qizingizmi? Yoki bu yetimmi bu? Mana o'g'lim. Shunday ekan, salom ham bermadi sizga o'xshagan. Salom qani jiyan? Salom qani jiyan? Assalomu alaykum. Sur berdi. Qo'ychi. Nima Tata. Tata deb qo'chib ketyapti. Qara, dadang seni chaqiryapti. Minecraftning 1.21.51.01 versiyasida TNT portlataman. Har bitta obunachi uchun. Shuning uchun obuna bosib qo'yinglar.